Assalomu alaykum xonimchalar. Bugun sizlar bilan yangilik bilan bo'lishmoqchiman. Amerikanskiy va shunaqa mini pechenishkalar qildim. Uni o'rtasida ganaji bo'ladi. Ganajini hozir issiq solganim uchun parlanib turibdi mana. Hozir eritib soldim. Shokolad deyman, o'rtasiga mana parlanib ketgan hozir. Shunaqa o'rtasiga qo'yib beriladi. Keyin mana hozir kichkina bitta idishda sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qanaqa yeyiladi bu. Shu kichkina mini pechenyelar ustiga shu ganajdan mundoq quyiladi-da. Keyin yeyiladi. Shunaqa narsa o'yladim. Sotuvga chiqaraymi, nima deysizlar? Probaga chiqarib ko'rdim. Shunaqa idishda bo'ladi. O'rtasida o'zini ganaji bo'ladi. Xohlagan paytingizda yo botirib yeysizlar yoki ustiga qo'yib yeysizlar, yo o'zingizlarni fantaziyalariga bog'liq. Mana pechenyelarni ko'rsanglar ham, ichida ham shokoladlar solingan. Og'izda eriydigan pechenyelar. Bittasini sizlarga bo'lib ko'rsataman. Mana. Shunaqa zo'r chiqqan rosa oralari ham, mazalari ham. Sotuvga qo'yaymi, nima deysizlar xonimchalar?